tabiiy teri bilan sun'iy terini qanday farqlasa bo'ladi? Videoda oxirigacha ko'ring. Bu tabiiy teri bo'ladi. Mana. Mana shunaqa bo'ladi tabiiy teri. Molni terisi bo'ladi. Oldi qismi mana kanlar qismi. Mana haqiqiy teri bu. Katta molni terisi hisoblanadi hozir. Искусственный teri mana bular bo'ladi. Bular standart bo'ladi. Bo'yi 1.40, 1.50, 1.60 gacha bo'ladi. Keyin mana bu rulonda bo'ladi. Bular endi hozir ekko koja deb qo'yiladi. Bularning ham har xil turi bor. Yaxshilari bor, sifatlarini, arzonlari ham bor. Tez anavi to'kilib ketadigan, qirilib ketadigan. Bular mana shunaqa bo'ladi mana. Rulonda bo'ladi. Bu metraj sotiladi. Metrlar beriladi bu. Mana. Standart bo'ladi bular. Shunaqa qilib o'lchab beriladi. Bu mana tabiiy teri mana, standart bo'ladi bu mana. Ma'lumotimiz sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, ushbu sahifamga obuna bo'ling, like bosing, podpiska bo'ling. Doim shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni joylab boramiz.